sharoitlar yaratib beryapman. Ko'rib turibsizlar, muddatdan oldin talaba bo'lganlar qancha. Bunday shart-sharoitlar yaratilayotgan shart-sharoitlar uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Prezidentimiz yoshlar uchun yana bir ochgan eshiklaridan biri bu yosh tadbirkorlar hisoblanadi. Xuddi shular qatorida men ham o'z uyimda o'sha xususiy o'quv markazini tashkil etganman va bugun mana shunday mustaqilligimiz sonalik tadbirimizda mahallamiz faollar yig'ini faollari tomonidan taqdirlanishga munosiblik topildi. Bundan boshim osmonga yetdi. Barcha bizga yaratilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Vaqt bu kabutar, yoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Vaqt bu kabutar, yoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Ana kuzgar barbar, qora ko'z bo'y bo'y, ana ko'z bo'y bo'y bo'y, ana ko'z bo'y bo'y. Assalomu alaykum. Men Oydinbuloq mahalla fuqarolar yig'ini ijtimoiy xodimi Nur Hizmatova Matlubaxon Abdullayeva bo'laman. Bugun mana bu bizning mahallamizda juda ham chiroyli bayram bo'lyapti. Bu mana shu mustaqilligimizga 35 yilligiga bag'ishlangan. Shu bayramda aholi shunaqangi ko'tarinkilikda qatnashishdi. Mahallamizda shunaqa chiroyli o'zgarishlar bo'ldi. Yo'llarimiz asfaltlashdi, suvlarimiz yaxshilandi, aholilar yashash sharoiti nihoyatda yaxshilandi. Shularga shukronalik qilib mana chiroyli tadbirlar qilyapmiz. Muhtaram yurtboshimizga, hokimimizga, mahalla raisimizga, hammalarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan keyin ham shunaqa chiroyli bo'lib, yaxshi bo'lib, elga, xalqqa xizmat qilishga charchamaymiz. Va'da beramiz yaxshi ishlashga, xalqning shu ko'magini, og'irligini yengillashtirishga va'da beramiz. To'ylarda, bayramlarda ko'rishamiz. Iqboljon O'rinov uchun olqishlaringiz azizlar.